Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Abdumalik tandirlari. Tandirimiz Toshkentga olib chiqib ketyapmiz. Novoy tandirimiz bo'yiga 1 yillik, eniga 1.40. Novoy tandir. Baqda bochka tandirlarimiz ham bor. Xudo xolasa vaqt tayinlanyapti. Mana bunaqa tayinlanadi ekan. Lisi baquvvat, dorozan lisidan bo'ladi. Baquvvat lislarimiz. Baqda ham mana akalar, mana pishgan holati. Mo'shning xudo xolasa. Baqda mana bunaqa tandirlar, ular ham yaxshi tandir, mana bunaqa yaxshi tandirlardan. Ular junda o'ziga bo'lgan aka, bu tandirlar. Junda o'ziga bo'lgan bu, hali qog'olma aralashmagan bu. Junda o'ziga bo'lgan, o'sha zakasini qilingan. Mana shu ukamiz pishiradi tandirlar. Tayinlaydi. Biz endi novoy tandir quramiz. Biz vaqtimiz bo'lmaydi, o'sha bochka tandirlar tayinlagan. Mana shu ukamiz o'zi pishiradi, o'zi tayinlashadi. Baqda ham akalar bu ichi nechi buni? Buni 1 metrlik tandir. Ha, 1 metrlik bu. Ha, shu 250 tandir. Qancha beryapsiz buni? Buni Joyida beramiz. 3 million so'm, ha? Joyida olib ketishga. Joyida 3 million so'm qilib berasiz. Mo'lar qancha qilib berasiz? Bularimiz 1 million 400 ming so'mlar. Ha. Ketaveradi. 1 million 400 dan 400 ming so'm, 700 ming so'm, 2 million so'm. Keyin bularimiz bor. 2 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bularimiz bor 2 million 300 ming so'mdan. kelganlargachi, misol kelib o'zi olib ketsa qancha bo'ladi? O'sha Joydan shu. Ha, olib ketishga. Qanaqasi bo'lsa yetkazib berishimiz. Garantiyasi qancha bo'ladi buni? Hali ko'proq garantiya deydi, u deydi, bu deydi. Garantiyasi endi ishlatishiga joyiga bog'liqda buni. Ha, joyiga ishlatishga bog'liq. Agar tejida tursa ko'proq ishlanadi. Yettalansa ishlash mumkin. Akalar, bu turpoq narsa. Men misol novoy tandir quraman, men garantiya bermayman. Chunki turpoq narsa garantiya berilmaydi. Umuman garantiya bermaymiz, chunki turpoq narsa-da. Endi bular tayyor pishirilgan bo'ladi. O'zlaring pishirsalarga yorilib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ko'mirda pishirasa, ana ichini ham ochib ko'rsatib qo'ying. Ana akalar, ko'mirda pishiriladi hali. Ana yog'liq bitta tiliga o'zi pishdi bu. Pishgan holatda. Pog'ol qo'shilmagan, junga bo'lgan tandir ekan. Holati yaxshi ekan. Xudo xolasa, endi tushuntirib qo'yamiz. Bag'dan 3 ko'prikdan kesalangan bo'laveradi. Ag'dan Qo'qondan bo'yda yangi o'sha bo'yda yangi qo'rg'ondan kelib, men kallash, metkallash. Aka o'zingiz tushuntirib qo'ying. Bu tomondan yangi qo'rg'on tomonidan kelganlaringdan keyin Qortepadan o'tishlaring bilan metkallash ro'parasida kelaverasizlar shega. Bag'dan Ipak yo'ldan kesalangan bo'ladi. Bag'da Poshabron tomonidan kelsa ham bo'laveradi. Poshabrondan kesalaring, ikkinchi svetofordan o'tganlaringdan keyin dola bor, dolaning yonidagi joy. Ha, metkallash bor, mana shu metkallash yonida akalar. Xudo xolasa, bu yerda yangi qo'rg'onda mana bunaqa sifatli, yaxshi bochka tandirlar tayinlanyapti. Xudo xolasa,